Ular buni osmondan tushgan tosh deb atashadi. Har yili millionlab odamlar Makkaga shunchaki unga teginish, opish va uni tavof qilish uchun boradilar. Ammo bu savolni hech kim berishni istamaydi. Nima uchun butparastlikni rad etishini da'vo qiladigan islom dini o'zining eng muqaddas marosimlaridan birini tosh atrofida o'tkazadi? Bu asossiz ayblov emas. Qora tosh islom an'analarining markazida turadi. Ammo uning tarixiga, butparastlik kelib chiqishiga va islom matnlarida aslida nima deyilganiga chuqurroq nazar tashlasangiz, haqiqat noqulay bo'lib qoladi. Juda noqulay. Bugun biz sizga qora tosh aslida nima ekanligini aytib beramiz. U qayerdan kelgan va nima uchun u islom ibodatining mohiyati haqida jiddiy savollar tug'diradi. Arab tilida Hajr al-Aswad nomi bilan tanilgan qora tosh Makkadagi buyuk masjid markazidagi kub shaklidagi inshoot bo'lgan Ka'baning sharqiy burchagiga o'rnatilgan. Dunyo bo'ylab musulmonlar namoz vaqtida Ka'baga qarab va ziyorat qiluvchilar uni 7 marta tavof qilishlari shart. Lekin qora tosh shunchaki bir diqqatga sazovor joy emas. U muqaddas maqomga ega. Musulmonlar uning jannatdan kelganiga ishonishadi. U dastlab sof oq rangda bo'lgan, lekin insoniyat gunohlari tufayli qora rangga aylangan. U qovun kattaligida, bir nechta bo'laklarga bo'lingan va kumush ramka bilan birlashtirilgan. Haj va umra marosimlari paytida ziyoratchilar toshni opishga yoki unga tegishga harakat qilishadi. Muhammad payg'ambarga taqlid qilishadi. Bu marosim qayerdan kelib chiqqan? Sahih al-Buxoriy 1610 va Sahih Muslim 1270 hadislarga ko'ra, Muhammad shaxsan qora toshni opgan. Bu amal islom ziyorat marosimlarining bir qismiga aylangan. Keyingi rivoyatlarda, masalan, Jami at-Termiziy 961 ga ko'ra, qiyomat kunida qora toshning ikkita ko'zi bo'ladi. U bilan ko'radi va u bilan gaplashadigan tili bo'ladi, deb qayd etilgan. Va u unga haqiqat bilan tegadigan har bir kishi uchun guvohlik beradi. Bu metafora emas. Islom e'tiqodiga ko'ra, bu tosh qiyomat kunida tom ma'noda gapiradi. Hatto islomning ikkinchi xalifasi Umar ibn al-Xattob ham Sahih al-Buxoriyda 1597 hadisda keltirilgan. Haqiqatan ham, men seni shunchaki tosh ekanligingni bilaman, na zarar va na foyda keltirasan. Agar men payg'ambarning seni opganini ko'rmaganimda, seni opmagan bo'lardim. Bu ikkinchi darajali folklor emas. Bular asosiy islom manbalari. Va har yili millionlab odamlar bu marosimni bajaradilar. Qora tosh gigiyena sabablari uchun emas, tarixiy sabablarga ko'ra emas, balki uning ma'naviy qadriyatlari uchun hurmat qilinadi, opiladi va nishonlanadi. Ammo muammo shundaki, agar islom butparastlikni qoralasa, unda nima uchun bir vaqtlar butparast butlarga to'ldirilgan kubga solingan jonsiz toshga tegiladi, opiladi va ilohiy qiyomatda rol o'ynashga va'da beriladi? Va mana shu yerda chuqurroq muammo boshlanadi. Muhammad tugilishidan ancha oldin, Ka'ba Arabistonda butparastlikning markazi bo'lgan. Bu monoteistik ziyoratgoh emas edi. Bu qabila xudolari va ruhlarining butlari bilan to'la politeistik markaz edi. Islom an'analarining o'zi buni tan oladi. Sahih al-Buxoriy 2478 hadisga ko'ra, Ka'bada bir vaqtlar qamariy yilning har bir kuni uchun 360 ta but bor edi. Va qora toshni Muhammad ixtiro qilmagan. Butparast qabilalari uni asrlar davomida ulug'lashardi. Bu tosh, ehtimol, Baytul xudolarni saqlaydigan muqaddas tosh, islomdan oldingi Arabistonda va butun qadimgi Yaqin Sharqda keng tarqalgan ibodat obyekti bo'lib xizmat qilgan. Ilk arab butparastlari Ka'bani tavof qilishgan, ibodat qilishgan va marosimlarni bajarishgan. Ularning ko'pini Muhammad saqlab qolgan, faqat ularni islom rivoyati doirasida qayta talqin qilgan. Islom tarixchisi Al-Azraqiy o'zining Axbar Makka asarida butparastlar ziyoratlari paytida qora toshga hurmat ko'rsatishganini va unga tegishganini tasdiqlaydi. Hatto Ka'ba devorlariga tosh o'rnatish ham Muhammad payg'ambar bo'lishidan oldin, hayotining dastlabki yillarida amalga oshirilgan. Quraysh qabilalari muqaddas joyni qayta tiklaganlarida Muhammad uni barpo etishga yordam bergan. Ammo an'analar va hurmat allaqachon o'rnatilgan edi. Bu nimani anglatadi?
Bu shuni anglatadiki, islomning eng muqaddas marosimlaridan biri bo'lgan qora toshni opish, Ka'bani tavof qilishning mohiyati monoteizmdan emas, balki butparastlikdan kelib chiqadi. Bular osmondan tushirilgan ilohiy amrlar emas edi. Ular mavjud bo'lgan diniy amaliyotlar, o'zgartirilgan va yangi ma'no berilgan. Va bu shunchaki ta'sir masalasi emas. Bu davomiylik masalasi. Xuddi shu tosh, xuddi shu joy, xuddi shu jismoniy marosimlar, boshqa ilohiy yorliq ostida saqlangan. Ammo obyekt o'zgarishsiz qoladi. Islom o'zini monoteizmning eng sof shakli deb e'lon qiladi. Butlarni, tasvirlarni yoki jismoniy ibodat buyumlarini rad etishda murosasizlik. Qur'on aniq. Unga o'xshash hech narsa yo'q. Allohni qo'yib, sizga foyda ham, zarar ham keltirmaydigan narsaga iltijo qilmang. Shunga qaramay, millionlab musulmonlar toshni opish uchun navbatda turishadi. Tosh esa, go'yoki qiyomat kuni til hosil qilmaguncha, na gapira oladi, na harakat qila oladi. Islom xristianlarning xochga siginishni qattiq qoralaydi va uni butparastlikda ayblaydi. Ammo, go'yoki jannatdan kelgan va qiyomat kuni guvohlik beradigan toshni opish nimasi bilan farq qiladi? Qanday qilib toshni payg'ambar sifatida hurmat qilish mumkin? Qanday qilib muqaddas marosimlar paytida uning atrofida aylanib yurish mumkin? Uning hukm qilish kuchiga ega ekanligiga ishonish mumkin, ammo diniy ibodat obyekti bo'lmasligi mumkin. Agar biz yorliqlarni chetga surib, xulqatvorga qarasak, haqiqat aniq bo'ladi. Bu funksional butparastlikdir. Harakatlar toshlarga butparastlikning shunchalik aniq aks ettiradiki, ularni ajratish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Islom Xudo shakldan tashqarida ekanligini ta'kidlaydi, lekin qora toshga ko'zlari bor va shafoat va'da qiladigan ovoz bilan ilohiy maqom beradi. Bu monoteizm emas, bu ilohiyotga o'ralgan mifologiya. Muqaddas kitob jismoniy narsalarga siginish haqida gap ketganda, munozaraga o'rin qoldirmaydi. Xudo boshidanoq butparastlikka bo'lgan munosabatini aniq ko'rsatib bergan. O'zingiz uchun biron bir oyma tasvir yoki boshqa birorta o'xshashlik yasamang, ularga sajda qilmang yoki xizmat qilmang. Xudo shunchaki soxta xudolarga siginishni taqiqlamaydi. U hatto ibodatda jismoniy narsalardan foydalanishni ham taqiqlaydi. Oyilgan piktogrammalar, muqaddas toshlar, ruhiy qadriyatlar uchun teginish yoki opish mumkin bo'lgan yodgorliklar yo'q. Ibodat faqat Xudoga, ramzlar, haykallar yoki vositachilarsiz qaratilishi kerak. Eski ahd davomida Isroil butparastlikka yuz tutganida qattiq qoralangan. Hatto buyum dastlab Xudoning rejasining bir qismi bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki biror narsa ilohiy maqsad bilan boshlangan bo'lsa ham, odamlar unga kuch berishni, uni ulug'lashni yoki uning atrofida marosimlar o'tkazishni boshlaganda, u butparastlikka aylanadi. Iso Masihchi. Iso hech qachon toshlarni opmagan. U hech qachon hech kimga muqaddas binolar atrofida aylanib yurishni aytmagan. U mabadni inson tomonidan yaratilgan dinning barcha ramzlaridan tozalagan. Uning chaqirigi oddiy edi. Xudo ruhdir va unga sajda qiluvchilar ruh va haqiqatda sajda qilishlari kerak. Qora tosh sizni qutqara olmaydi, lekin Iso qutqara oladi. U marosimlarni talab qilmaydi. U o'z hayotini berdi. U binoda yashamaydi. U olimni yengdi. Imonning asl poydevori kumushda emas. U bizning oramizda yurdi, biz uchun o'ldi va qayta tirildi. Shunday ekan, o'zingizdan so'rang, siz toshga sajda qilyapsizmi yoki hayotingizni haqiqat ustiga quryapsizmi?